100% to'lovini qilib 2-3 oylab kutadigan MR77H modelini bugun sizlar bilan obzorini qilib beramiz. Avtomobilimizning birinchi bo'lib tashqi ko'rinishiga e'tibor beradigan bo'lsak, avtomobilimiz o'z akalariga nisbatan ixchamroq, ayniqsa shahar ichida qatnashga juda moslashtirilgan. Salon qismiga keladigan bo'lsak, kabina bir qator 3 o'rindiqlardan iborat. Kabinamiz juda qulay va shinam bo'lib, konditsioner qurilmasi bilan jihozlangan. Bokovoy oynalarimiz qiziydi va yon oynalar knopkadan ko'tarilib tushiriladi. Avtomobilimizning motori naq 105 ot kuchiga ega motor bo'lib, ushbu motorimiz 60 km/soat tezlik bilan harakatlanganda yuziga ataga 14 litr dizel yonilg'isini sarflaydi. Va ushbu motorimiz 5 pog'onali uzatmalar qutisi bilan jihozlangan. Bakimizning hajmi 100 litr. Barcha uchun eng qiziq bo'lgan joyi avtomobilimizning kuzov razmerlari va yuk olish qobiliyati. Hurmatli mijozlar, ushbu avtomobilimizning kuzovi uzunligi 4.20, eniga 1.90 va balandligi 1.70 cm da tashkil etadi. Hurmatli mijozlar, barchangiz uchun bitta savol. Mana shunday kuzov razmeriga ega bo'lgan avtomobil necha tonna yuk olishi mumkin? Buni sizlarga savol tariqasida qoldiramiz. Qo'shimcha ma'lumot uchun pastdagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling.